Men buni kutmagandim onajonlar. Agar shunaqa mazali bo'lishini bilganimda ilgariroq qilgan bo'lar edim. Sizlarga hozir ko'rsatadigan ikki xil retseptim bu vazn olish uchun, bolalar uchun yana bir ideal kombinatsiya bo'ladi. Bu oltin kombinatsiyalar retseptini yana opisaniyada yozib qoldiraman. Ayni hozir ismaloq vaqti onajonlar, ismaloqni qanday foydalari bor? Yaxshilab eshiting. Qon uchun yaxshi, ko'zni salomatligi uchun yaxshi, tish va suyaklar uchun yaxshi. Bolani immunitetini ham ko'tarib beradi. Ko'p vaqt qavziyat bo'ladigan bolajonlar uchun ichki faoliyatini ham yaxshilab beradi. Onajonlar, hozirgi retseptim 8-9 oylikdan to'g'ri keladi. Agar sizning bolajoningiz hali kichik bo'lsa, mana profilimda 4 oylikdan boshlab qanday prekorm berilishi kerakligi haqida postam bor, uni ham kirib ko'ring. Onajonlar, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun barchasini ko'rsatib, birin-ketin ketma-ketlikda ko'rsatib beryapman. Buni nafaqat yosh bolajonlarga, balki 1 yoshdan katta, 2 yosh, 3 yosh, hattoki ismaloqni yaxshi ko'rib yemaydigan bolajonlar ham yaxshi ko'rib yeydigan bo'ladi. Chunki hech qanday ismaloqni hidi bilinmaydi, umuman bilinmaydi. Buni albatta suvda 15-20 minut qaynatib pishirib olamiz. Keraklisini pishirib olib, qolganini muzlatib qo'yamiz. Retseptni yo'qotmaslik uchun albatta saqlab qo'ying. Bolajonlaringizga har kunlik foydali retseptlarni bermoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib, like bosing.